Kutilmagan nikoh. Kamol kambag'al edi. Bu so'z uning hayotini qisqa va aniq tasvirlab berardi. U universitetning oxirgi kursida o'qirdi, yotoqxonada yashardi, kechalari esa kichik kafeda idish-tovoq yuvib pul topardi. Onasi qishloqda kasal edi, dori-darmon uchun doim pul yetmasdi. Kamolning hayoti tanlovlarga boy emas edi, u shunchaki tirik qolishga urinardi. Bir kuni u hech qachon unutmaydigan taklif oldi. Bu taklif o'qituvchisining tanishi orqali keldi. U ayol Kamolni chetga chaqirib, past ovozda gapirdi. Senga bir imkoniyat bor. Galati, lekin halol. Kamol kulimsiradi. Hozir har qanday ishga tayyorman. Ayol bir zum sukut qildi. 75 yoshli ayol turmushga chiqmoqchi. Unga kerak. Rasmiy. Hech qanday majburiyat yo'q. Evaziga senga va oilangga yetadigan pul. Kamol avvaliga bu gapni hazil deb o'yladi. Nega aynan men? Chunki sen kambag'alsan. Va hozir tanlash imkoning kam. Bu so'z yurakka o'g'ir urildi. Kamol o'sha kecha uxlay olmadi. 75 yosh. Bu nikoh emas, bu kelishuv edi. Lekin onasining dori-darmoni, qarzlar, o'qish hammasi ko'z oldidan o'tdi. U birinchi marta o'z orzusidan emas, zaruratdan qaror qabul qilishi kerak edi. U ayol bilan uchrashdi. Ayolning ismi Saodat edi. Sochlari oppoq, yuzi ajinli, lekin nigohi galati tirik edi. U Kamolga uzoq tikilib turdi. Qo'rqyapsanmi? Deb so'radi u. Kamol rostini aytdi. Ha. Ayol bosh irgadi. Bu yaxshi. Qo'rqmaganlar bu uyda uzoq qolmaydi. Bu gap Kamolni bezovta qildi, lekin u sababini so'ramadi. Nikoh juda sokin o'tdi. Bir nechta hujjat. 2 guvoh. Hech qanday to'y, hech qanday qarindosh. Kamol qog'ozga imzo qo'yar ekan, ichida nimadir uzilgandek bo'ldi. U endi talaba emas edi. U edi. Saodat xola katta eski uyda yashardi. Uy jim edi. Juda jim. Devorlarda eski suratlar osig'liq, lekin ularning ko'pi mato bilan yopilgan edi. Bu yerda qoidalar bor, dedi ayol. Savol kam, sukut ko'p. Kamol bosh irgadi. Birinchi kun tinch o'tdi. Ikkinchi kun ham. Uchinchi kuni Kamol galati narsani sezdi, uyda soat yo'q edi. Telefonida vaqt ko'rsatardi, lekin internet yo'q edi. Tashqi dunyo bilan aloqa deyarli uzilgandek edi. Bu vaqtinchalik, dedi ayol. Bu uy shunday. 4-kuni Kamol kechasi uyg'onib ketdi. Pastdan, yer ostidan nimadir tovush chiqardi. Bu qadam emasdi. Bu nafasga o'xshardi. 5-kuni u uyda yopiq xonani ko'rdi. Eshigi qulflangan, kaliti yo'q edi. Bu nima? Deb so'radi u. 60, dedi ayol qisqa qilib. 6-kuni xizmatkor ayol Kamolga pichirlab dedi. Agar imkon bo'lsa 7-kundan oldin ket. Nega? So'radi Kamol. Xizmatkor javob bermadi. Faqat ko'zida qo'rquv bor edi. 7-kun tongida Saodat xola Kamolni chaqirdi. Bugun sen haqiqatni bilasan, dedi u sokin ovozda. Lekin bilib qo'y, bu haqiqatdan keyin sen avvalgi Kamol bo'lib qolmaysan. Kamol yuragi tez urib o'rnidan turdi. U hali bilmasdi, bu nikoh pul uchun emasligini. Bu uy boshqa narsani talab qilardi. Va bu faqat boshlanish edi, uyning nafasi. 7-kun yaqinlashgani sari uy Kamolga boshqacha ko'rina boshladi. Avvallari u faqat jim edi. Endi esa kuzatayotgandek. Kamol qayerga yursa ham devorlar ortidan mayin gichirlagan tovush eshitilgandek bo'lardi. Kechalari esa uyning chuquridan kelayotgan past nafas tovushi qaytardi. Kamol o'ziga o'zi. Bu shunchaki tasavvur, derdi. Ammo yuragi bunga ishonmasdi. Saodat xola esa kundan kunga kamroq gapirardi. U ovqatni sekin yeb deraza yonida uzoq o'tirardi. Ba'zan Kamolni qarab qolardi, xuddi uni olchayotgandek. Siz yaxshi uxlayapsizmi? Deb so'radi Kamol bir kuni. Ayol kulimsiradi.
Bu uyda yaxshi uxlagan odam uzoq qoladi, dedi u. Bu javob Kamolni bezovta qildi. O'sha kuni Kamol tasodifan mato bilan yopilgan rasmlardan birini ochib yubordi. Suratda yosh yigit bor edi. Talabaga o'xshardi. Ko'zlari katta, qarashi gamgin. Suratning pastida sana va bitta so'z yozilgan edi. Nikoh. Kamol yuragini ushladi. U boshqa rasmlarni ham ochdi. Ular ham xuddi shunday edi. Turli yoshdagi erkaklar, lekin hammasining qarashi bir xil, hayrat va qo'rquv aralash. Bular kimlar? Deb so'radi Kamol kechqurun. Saodat xola uzoq jim qoldi. Ular bu uyda yashaganlar, dedi u nihoyat. Qayerga ketishgan? Ayol javob bermadi. Faqat choyini ichishda davom etdi. Tunda Kamol yana tovush eshitdi. Bu safar u pastga tushdi. Yerto'la eshigi yarim ochiq edi. U avval bunday bo'lmaganini aniq bilardi. Kamol zinadan sekin tushdi. Sovuq urildi. Havo nam edi. Devorda eski sandiqlar, javonlar turardi. Oxirgi burchakda esa temir eshik bor edi. Eshik ortidan nafas tovushi kelardi. Kamol qo'lini cho'zdi, lekin o'sha payt yuqoridan ayolning ovozi eshitildi. U yerga tushma. Kamol cho'chib ketdi. Bu nima? Dedi u. Bu sabab, dedi Saodat xola. Va hali sening ishing emas. Ertasi kuni Kamol xizmatkor ayolni topdi. Bu uyda oldin ham erlar bo'lganmi? Deb so'radi u sekin. Xizmatkor atrofga qaradi va pichirladi. Juda ko'p. Hammasi yosh edi. Hammasi kambag'al edi. Qayerga ketishgan? Xizmatkor kozini olib qochdi. Ular ketishmagan. Ular o'zgargan. Kamolning tanasi muzlab ketdi. Qanday o'zgargan? Agar 7-kun tugasa va uy seni qabul qilsa, dedi u pichirlab. Sen ham qolasan. Qolaman. Bu uydan. Kechga yaqin Saodat xola Kamolni yoniga chaqirdi. Sen savollar berishni boshlading, dedi u, bu xavfli. Siz meni aldadingiz, dedi Kamol. Bu nikoh oddiy emas. Ayol chuqur nafas oldi. Men seni ogohlantirganman. Bu uy hamma narsani qabul qilmaydi. Nimani qabul qiladi? Ayol unga tikildi. Vaqtni. Kamol tushunmadi. Siz nimani nazarda tutyapsiz? Ayol sekin dedi. Har bir nikoh menga vaqt beradi. Yillar. Umr. Kamolning boshi aylanib ketdi. Demak men. Sen hozircha tiriksan, dedi ayol sokin. Lekin 7-kun yaqin. Shu payt chiroqlar ochdi. Va yerto'ladan o'sha nafas tovushi bu safar juda yaqin eshitildi. Temir eshik ortida. Chiroqlar ochgach, uy bir zumga butunlay jim bo'lib qoldi. Kamol yuragi urishini eshitardi. Qorong'ida nafas tovushi aniqroq eshitila boshladi, go'yo yerto'laning o'zi tirik edi. Bir necha soniya o'tdi. So'ng chiroqlar yana yondi. Saodat xola o'sha joyida turardi, xuddi hech narsa bo'lmagandek. Endi tushunding, dedi u sokin. Bu uy vaqt bilan nafas oladi. Kim u yerda? Kamol ovozini zo'rga chiqardi. Oldingilar, dedi ayol. Ular ketmadi. Ular shu yerda qoldi. Kamolning ko'z oldiga mato ostidagi suratlar keldi. Yosh erkaklar. Bir xil qarash. Bir xil sana. Ularni nimaga aylantirdingiz? Dedi Kamol. Saodat xola yuzini burdi. Men ularni saqlab qoldim, dedi u o'zimni ham. Kechasi Kamol uxlamadi. U reja tuzdi. Ertalab bahona bilan tashqariga chiqish, telefon topish, politsiyaga murojaat qilish. Lekin tong otganda eshik ochilmadi. Qulf yo'q edi, ammo eshik bo'ysunmadi. Derazalar ham. Telefon esa yana tarmoq ko'rsatmasdi. Bu uy qo'yib yubormaydi, dedi Kamol ichidan. U yerto'laga yana tushdi. Temir eshik oldiga kelib to'xtadi. Nafas tovushi ichkaridan kelardi, lekin endi unda bir narsa qo'shilgandek edi, iltijo. Kim bor u yerda? Dedi Kamol.
Javob sekin keldi. Ket agar hali imkon bo'lsa. Kamol qaltirab ketdi. Sen kimsan? Men 7-chi emasman. Men 1-chi qolganman. Temir eshik ortidagi ovoz galati edi. Insonniki, lekin charchagan, chozilgan. Nega ketmading? Deb so'radi Kamol. Chunki u va'da berdi, dedi ovoz. Va'da, umr. Kechga yaqin Saodat xola Kamolni yoniga chaqirdi. Qochishni o'ylayapsan, dedi u bexato. Bu yer qamoqxona, dedi Kamol. Siz odamlarning vaqtini o'g'irlayapsiz. Ayol kulimsiradi. Men vaqtni o'g'irlamayman. Ular o'zlari beradi. Nega aynan yoshlar? Nega kambag'allar? Ayol ko'zlarini yumdi. Chunki ular umid bilan keladi. Umid eng toza vaqt. Kamol orqaga chekindi. Demak, 7-chi kuni. Agar uy seni qabul qilsa, dedi Saodat xola. Sen qolasan. Agar qabul qilmasa, men tugayman. Kamol jim qoldi. Nega endi? So'radi u. Ayol ilk bor charchagan ko'rindi. Chunki vaqtim tugayapti, dedi u, sen oxirgisan. Tunda uy yana gichirladi. Devorlar sovidi. Yerto'ladan temir eshik qarsilladi. Kamol his qildi, sinov boshlangan. U bitta narsani tushundi, qochish yetarli emas. Tanlov qilish kerak. Va bu tanlov ertalabgacha qabul qilinishi shart edi. Uy tanlaganlar. Tun o'rtasida uy uyg'ondi. Kamol buni aniq sezdi. Pol sovuqroq bo'ldi, devorlar ichidan mayin guvillash eshitildi. Go'yo uyning yuragi urayotgandek. U qadam tashlagan sari havo o'g'irlashdi. Nafas olish qiyinlashdi. Bu faqat qo'rquv, dedi Kamol o'ziga. Faqat qo'rquv. Lekin uyning ichida qo'rquvdan ham ko'proq narsa bor edi. Kamol yerto'la tomon tushdi. Temir eshik bu safar ochiq edi. Ichkaridan xira yorug'lik chiqardi. U qadam tashladi va to'xtab qoldi. Xonaning o'rtasida odam turardi. Yoki odamga o'xshash narsa. U juda ozgin edi, yuzi rangsiz, ko'zlari chuqur botgan. Tanasi qimirlamasdi, faqat ko'kragi sekin ko'tarilib tushardi. Go'yo u yashayotgandi, lekin yashamasdi. Sen, dedi Kamol ovozi titrab. Men qolganman, dedi u sekin. Uy meni tanlagan. Kamol yaqinlashdi. Qanday qilib? Men umidimdan voz kechdim, dedi u, men ichimdagi eng muhim narsani berdim. Nima berding? Erkinligimni. Kamol orqaga chekindi. Demak, uy shuni oladi. Yo'q, dedi u, uy faqat o'zing berganingni oladi. Orqasidan Saodat xolaning ovozi eshitildi. Endi ko'rding, dedi u, uy odamni majburlamaydi. U faqat kutadi. Siz ularni shu holga keltirdingiz, dedi Kamol. Bu jinoyat. Bu tanlov, dedi ayol sokin. Har biri kelishuv bilan kirdi. Kamol yutindi. Meni ham shunga majbur qilmoqchimisiz? Yo'q, dedi Saodat xola. Men sendan birgina savol so'rayman. U Kamolga yaqinlashdi. Agar onangning umrini uzaytirish uchun o'zingnikini bersang, berarmiding? Kamol qotib qoldi. Bu savol yuragini teshib o'tdi. Nega buni so'rayapsiz? Chunki uy aynan shuni eshitmoqchi, dedi ayol. Bu yerda pul emas, niyat ishlaydi. Tunda Kamolga xotiralar keldi. Onasining ovozi. Kasalxona. Dorilar. Uning uchun qilingan qarzlar. U tushundi, bu nikoh boshidan boshlab pul haqida emas edi. Bu qurbonlik haqida edi. Ertalab tong yorishdi. Uy jim bo'lib qoldi. Nafas tovushi to'xtadi. Go'yo hammasi Kamolning javobini kutayotgandek edi. Saodat xola stulda o'tirardi. Juda qari ko'rinar, lekin nigohi hanuz o'tkir edi. Tanloving tayyormi? So'radi u. Kamol deraza tomon qaradi. Quyosh chiqayotgan edi. U chuqur nafas oldi. Ha, dedi u. Va u bilardi, aytadigan so'zi hammasini o'zgartiradi. 7 kunning narxi. Kamolning ha degan so'zi uyni titratmadi.
Aksincha, hammasi tinchib qolgandek bo'ldi. Devorlar gichirlamadi, yerto'ladan nafas tovushi kelmadi. Go'yo uy ham javobni eshitib, sukut saqlashni tanlagandek edi. Saodat xola stuldan turdi. U hozir juda qari ko'rinardi. Yelkalari bukilgan, qo'llari titrar edi. Demak, eshitamiz, dedi u sekin. Nima berasan? Kamol chuqur nafas oldi. Men vaqtimni sotmayman, dedi u, erkinligimni ham bermayman. Ayolning ko'zlarida gazab chaqnadi. Unda nega ha deding? Kamol ko'zini yummadi. Chunki men boshqa narsani beraman. U yuragini ko'rsatdi. Qo'rquvimni. Uy jim qoldi. Men qo'rqib kelgan edim, davom etdi Kamol. Qashshoqlikdan, onamni yo'qotishdan, kelajakdan. Agar uy niyatni oladigan bo'lsa, men qo'rquvimdan voz kechaman. Qolganini olmaydi. Saodat xola bir qadam orqaga chekindi. Sen qoidani buzayapsan, dedi u. Yo'q, dedi Kamol. Men uni to'g'ri bajaryapman. Yerto'ladan ovoz eshitildi. U haq, dedi birinchi qolgan odamning ovozi. Men qo'rqib qolgandim. Shuning uchun qoldim. Uy ichida shamol yurgandek bo'ldi. Havo yengillashdi. Saodat xola o'tirib qoldi. 7 kun, dedi u pichirlab. 7 kun, bu sinov muddati. Kim 7-chi kungacha o'zini tanlasa, uy uni qabul qilmaydi. Kamol unga qaradi. Demak, siz ham tanlov qilgansiz. Ayol ko'z yoshini yashirmadi. Men har safar olimdan qo'rqib tanlaganman, dedi u, shuning uchun uy meni ushlab turgan. Uy sekin o'zgara boshladi. Devorlardagi suratlar oqarib ketdi. Mato o'zi tushib qoldi. Rasmlardagi erkaklar yuzida qo'rquv emas, sokinlik paydo bo'ldi. Yerto'ladagi temir eshik ochildi. Ichkaridagi odam, birinchi qolgan, sekin qimirlay boshladi. Uning ko'zlariga hayot qaytayotgandek edi. Bu tugayaptimi? Deb so'radi Kamol. Ha, dedi u, sen qo'rquvni bermading. Sen uni yengding. Saodat xola chuqur nafas oldi. Men esa, dedi u, endi tanlashim kerak. Kamol unga qaradi. Siz tanlovingizni juda kechiktirdingiz. Ayol derazaga qaradi. Quyosh balandroq ko'tarilgan edi. Balki endi kech emasdir, dedi u. U asta o'rnidan turdi. Agar men ketsam, uy to'xtaydimi? Ha, dedi birinchi qolgan. Agar sen qo'rquvingni qo'yib yuborsang. Saodat xola ko'zlarini yumdi. Unda yetar, dedi u, men ham qo'rqmayman. Uy ichida chuqur sukut cho'kdi. Bu sukut yakun emas edi. Bu ozodlikning boshlanishi edi. Uy so'nggi marta nafas oldi. Saodat xola o'sha tong deraza yonida uzoq turdi. Quyosh nuri yuziga tushdi, ajinlar chuqurroq ko'rindi, lekin nigohida yengillik bor edi. U sekin Kamolga qaradi. Men juda uzoq yashadim, dedi u, endi qo'rqmayman. Kamol jim qoldi. Bu so'zlar hukm emas, qaror edi. Ayol zinadan pastga tushdi. Yerto'la tomon. Temir eshik oldida to'xtadi. Birinchi qolgan odam unga qarab turardi. Endi u qimirlay olar, hatto mustaqil nafas olardi. Sen ketayotganingda biz ham ketamiz, dedi u sekin. Saodat xola bosh irgadi. Kechirasizlar, dedi u pichirlab. Men qo'rqdim. U bir qadam tashladi. Uy ichida galati tovush eshitildi, xuddi chuqur nafas chiqarilgandek. Devorlar gichirlab qo'ydi, lekin bu og'riq emasdi. Bu bo'shashish edi. Saodat xola polga o'tirdi. Nafasi sekinlashdi. Ko'zlari yumildi. Hammasi tugadi. Kamol tashqariga chiqdi. Eshik bu safar oson ochildi. Havo boshqa edi, yengil, tirik. Telefon tarmog'i paydo bo'ldi. Mashinalar tovushi eshitildi. Shahar bor edi. Lekin bir narsa yo'q edi. Uyga qayrilib qaraganda Kamol muzlab qoldi. Uy oddiy uy emasdi. U juda eski, tashlandiq, yillar davomida bo'sh turgan uyga o'xshardi. Derazalari singan, devorlari yemirilgan. Go'yo u yerda hech kim yashamagan. Kamol qo'shnidan so'radi. Bu uyda kim yashardi?
Qoshni hayron bo'ldi. Hech kim, dedi u o'nlab yillardan beri bosh. Kamol yuragini ushladi. Saodat xolachi. Qaysi Saodat? Dedi qoshni. Bu uyda qari ayol bo'lmagan. Kamol politsiyaga bordi. Nikoh hujjatlarini ko'rsatdi. Ism bor edi. Imzo bor edi. Lekin ayol haqida hech qanday ma'lumot topilmadi. Tugilgan sana yo'q. Olim qaydi yo'q. Hech narsa. Bu odam tizimda mavjud emas, dedi xodim. Kamol tushundi, Saodat xola faqat uy bilan bog'liq bo'lgan. Uy tugadi, u ham tugadi. Ammo bu hali eng dahshatlisi emas edi. Kechqurun Kamol kasalxonadan qo'ng'iroq oldi. Sizning onangiz, dedi shifokor. Uning ahvoli yaxshilandi. Juda tez. Kamol jim qoldi. Qanday qilib? Tushunmayapmiz, dedi shifokor. Go'yo kasallik chekingandek. Kamol telefonni sekin qo'ydi. U anglab yetdi, uy vaqtni olmagan edi. Qo'rquvni olgan edi. Va vaqt qaytarilgan edi. Qaytgan hayotlar. Kamol uchun dunyo endi boshqa rangda edi. U ko'chada yurar ekan, odamlarning yuziga boshqacha qaray boshladi. Avvallari shoshqaloq, tashvishli ko'ringan nigohlar endi unga tanish edi. Chunki u o'sha qo'rquvni tanirdi. U ham shunday yashagan edi. Onasi tez orada kasalxonadan chiqdi. U Kamolni ko'rganida jilmaydi. Bu jilmayish uzoq yillardan beri yo'q edi. O'g'lim, dedi u sekin. Go'yo yengillashib qoldim. Kamol javob bermadi. U ichidan men qo'rquvni qoldirdim, dedi. Bir kuni Kamolga notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Salom, dedi ovoz. Bu Kamolmi? Ha. Meni eslaysanmi? Yo'q, albatta eslay olmaysan. Men uydan chiqqan odamman. Kamol yuragi tez urib ketdi. Sen birinchi qolganmisan? Ha, dedi u, endi ismim bor. Mening ismim Otabek. Ular uchrashdi. Otabek o'rtacha yoshda ko'rinar, lekin ko'zlarida uzoq yillik charchoq izlari bor edi. U oddiy kiyimda edi, ammo har bir harakati ehtiyotkor edi, go'yo dunyoni qayta o'rganayotgandek. Men tashqarida atigi bir necha kun bo'ldim, dedi u, lekin ichkarida o'nlab yillar. Qanday yashaysan? So'radi Kamol. Yashashni o'rganayapman, dedi Otabek. Eng qiyini tanlash. Avval uy tanlar edi. Endi men tanlayman. Otabek Kamolga bir sirni aytdi. Saodat xola birinchi bo'lmagan, dedi u, uydan oldin ham shunaqa joylar bo'lgan. Ular qo'rquv bilan yashaydi. Agar odam qo'rquvni topshirsa, u joy kuchli bo'ladi. Kamol jim qoldi. Demak, yana shunday uylar bo'lishi mumkin. Ha, dedi Otabek. Lekin ular faqat bir shart bilan yashaydi. Qanday shart? Agar odamlar tanlashdan qo'rqsa. Kamol kechqurun uyga qaytdi. Yotoqxonada oddiy hayot kutardi. Darslar. Ish. Onasining ovozi. Hammasi oddiy edi. Lekin u endi oddiy odam emas edi. U qo'rqmaslikni o'rgangan edi. U bir qarorga keldi. Bir necha oy o'tgach, Kamol universitetni tugatdi. U psixologiya bo'yicha magistraturaga hujjat topshirdi. Odamlarning qo'rquvi bilan ishlashni xohlardi. U bu qo'rquv qayerdan kelishini bilardi. Bir kuni u eski daftarini ochdi. Oxirgi sahifaga bitta jumla yozdi. Qo'rquv berilsa, uy quriladi. Qo'rquv yengilsa, uy qulaydi. U daftarni yopdi. Ammo hikoya hali tugamagan edi. Chunki har bir haqiqatdan keyin yana bir savol qoladi. 7 kundan keyingi haqiqat, final. Kamol bir kecha deraza yonida uzoq o'tirib qoldi. Shahar chiroqlari yaltirardi, odamlar o'z hayotlari bilan band edi. Hech kim bilmasdi, bir paytlar shu shaharda qo'rquvdan qurilgan uy yashaganini. Hech kim bilmasdi, 7 kun ichida odam taqdiri qanday sinovdan o'tishini. Kamol esa bilar edi. U endi tushungan edi, 7 kun tasodif emas. Bu vaqt odam o'zini aldashdan to'xtaydigan muddat edi. Birinchi kun inkor.
Ikkinchi kun shubha. Uchinchi qo'rquv. To'rtinchi gazab. Beshinchi savdolashuv. Oltinchi charchoq. Va yettinchi kun. Haqiqat. Saodat xola yettinchi kungacha yashab kelgan edi. Chunki u hech qachon yettinchi kunga yetib bormagan, u har safar qo'rquvni tanlagan. Kamol esa yettinchi kunda qo'rquvdan voz kechdi. Bir necha oy o'tgach, Kamol va Otabek birgalikda kichik loyiha boshlashdi. Bu loyiha ko'zga tashlanmasdi. Reklama yo'q. Shov-shuv yo'q. Faqat suhbatlar bor edi. Qo'rqqan odamlar bilan. Yo'qotganlar bilan. Tanlashdan charchaganlar bilan. Kamol ularga hech qachon o'sha uy haqida gapirmadi. U faqat bitta savol berardi. Agar qo'rquving bo'lmasa, nimani tanlarding? Ko'p odamlar shu savoldan keyin jim qolardi. Va aynan shu jimlikda uylar qular edi. Bir kuni Kamol eski ko'chadan o'tdi. O'sha joyda endi yangi bino qurilayotgan edi. Hech qanday galati hissiyot yo'q edi. Hech qanday sovuq. Hech qanday nafas tovushi. Faqat beton va quyosh. Kamol chuqur nafas oldi. Tugadi, dedi u ichidan. Onasi Toliq sog'aydi. U bir kuni Kamolga qarab dedi. O'g'lim, sen o'zgargansan. Lekin men qo'rqmayman. Bu o'zgarish yorug'. Kamol jilmaydi. Men ham qo'rqmayman, ona. Yillar o'tdi. Kamol hayotini oddiy yashadi. Ishladi. O'rgandi. Odamlarga quloq soldi. Ba'zan kechasi tushida eski uy ko'rinar edi, lekin u endi tirik emasdi. U faqat xotira edi. Va xotiralar qo'rqitmaydi. Ular o'rgatadi. Kamol bir kuni daftarini yana ochdi. Oxirgi sahifaga yana bitta jumla qo'shdi. Ba'zi odamlar umrini sotadi. Ba'zilari qo'rquvini. Faqat ikkinchisi erkin qoladi. U qalamni qo'ydi. Derazani ochdi. Va hayotga qadam qo'ydi. Qo'rqmasdan.